Assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgidek Farhod Ismoilov. Bugun men ayni damda Deno ko'mir tarqatadigan omborda turibman. Bu yerga turishim sababi kecha ijtimoiy tarmoqlarda Deno ko'mir omborida bilan bog'liq lavha keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Shu muhokamalarda shu bilan birgalikda fuqarolar e'tiroz bildirishi va savollarda yo'llanishdi. O'sha savollarni berish maqsadiga men Deno ko'mir omboriga kelganman. O'sha savollarga javob berasizmi deb men Deno ko'mir omborining rahbariga yuzlandim. Bu kishi bemalol men qo'ldan kelguncha savollarga javob beraman deb aytdilar. Shu sababli hozir men Salohiddin akadan intervyu olaman. Salohiddin aka o'zingiz tanishtirsangiz. Men Tog'ay Salohiddin Silojiyev bo'laman. Shu Deno tuman ko'mir omborining mudiri bo'lib, bir oydan beri tayinlanganman, bir oydan beri ishlab kelyapman. Salohiddin aka, mana birinchi savol, ko'p kishi beryapti savolni. Izi yo'q desa ham bo'ladi. Biz ko'mir o'g'layapmiz deyapti. Puli ko'p deyapti. Endi Farhod aka, bu gapingiz misol uchun o'rinli, ko'mir o'zi kulsiz bo'lmaydi. Hozir suyaksiz bo'sh bo'lmaydi degandek, kuli ham bor, hozir katta ko'mirlar bilan kelyapti, aholiga bir me'yorida qilib tarqatyapmiz. Ana shu muammolar chiqqanda men sizga bitta lavha bugun ertalab kecha ham tarqatdik, bugun tarqatgan ko'mirimizni ertalabga syomka qildim. Video lavhasini men sizga tashlab beraman. Demak, aytmoqchizki, ko'mir kelgan payt albatta puli ham bo'ladi, pulsiz ko'mir kelmaydi. Ikkinchi bu e'tirozlarga sabab bo'ladigan holat, shu eshikni tagiga bir loq bo'lsam 100 ta moshin turadi. 100 ta moshin turadi deyapti. Biz deyapti qishloqdan deyapti, borsak deyapti, moshin deyapti, olib deyapti. Kalma qaytib ketamiz deyapti. Bir eshikning oldiga tartib yo'q deyapti, intizom yo'q deyapti. Juda bir o'rinli savolni berdingiz Farhod aka. Bu yerda o'zingiz xabaringiz bor, O'zbekiston bo'yicha eng katta tumanlardan biri hisoblanadi Deno tumani. Xalqimiz juda ko'mirga ehtiyoji katta. O'sha narsani men ham shu yerda guvohi bo'ldimki, xalqimiz ko'pligi tufayli mana shunday tirbandlik bor, yo'q emas. Bu narsani mana ichki ishlar bilan, tuman hokimiyatimizda qurilish muavvinlari bilan muhokama qilib, buni ham tartibga olyapmiz. Endi bu birdan olinmaydi, sekin-sekin hammasini tartibga qo'yamiz. Uchinchi masala shundayki, mana shu eshik tagidagi turgan moshinlar biz olib boramiz deydi, lekin narxini juda baland aytadi. 1 million 200 yoki 1,5 million deyaveradi. Vaholanki ko'mirni biz deydi 400 ming, 500 minglik ko'mir olamiz deydi. Ko'mirdan ko'ra deydi, uni moshin puli qimmatga tushib ketyapti. Bu juda o'rinli savol berdingiz. Bu masala ham juda ham hozir globallashib ketgan. Men hatto o'zim mana shu chiqib, hamma shofyorni yig'ib, hammasiga men murojaat qilganman. Chunki Denoda bu burchagidan bu burchaga borsa 100 ming so'mlik gaz yoqmaydi. Bu endi shofyorlar ham u mashinalar o'ziniki. Ularga biz shuncha narx qilasan, shuncha narxni olib borasan deb aytishga haqqimiz yo'q. Lekin ozgina bo'lsa ham o'sha shofyorlarga shuncha berib, tushuninglar, xalqni shu norozi qilmagan holda olib borib berishlarini biz shofyorlarga tushuntirdik, lekin bu narsani biz mana shunday sotasan deb, shuncha narxga olib borasan deb ayta olmaymiz. Ularni xususiy mulk. Xususiy mulk. Demak, sizning gapingizdan kelib chiqyaptiki, o'sha shofyorlar ular ham pul ishlash maqsadida chetga ketib turar ekan bo'lmasa. To'g'rimi? Ha, shunaqa. Salohiddin aka, yana bir e'tirozlarga sabab bo'lgani shundan iboratki, o'sha yerga odamlar yozyaptiki, qizil kamaz rangli kamazda deyapti, salkam 7 tonna, 8 tonna ko'mir olib chiqib ketdi deyapti. Buni deyapti, mana qarang deyapti, bir kishi olyapti deb sotyapti deyapti. Bunga nima deb izoh berasiz? Endi mana shu masalada to'g'ri savol bu. Mana bugun u temada ham men o'zim video lavha tayyorlaganman, uni ham tashlab beraman sizga. Mana shu fuqarolar moshinda narxi navosi qimmatligi tufayli 4 kishi, 5 kishi, 6 kishi bo'lib bitta moshinda olib ketishyapti. Kelishib, ha, ularga arzonroq tushadi. Yo'l kirasi arzon tushishi bilan shuning uchun hammasini men intervyu qildim. O'sha fuqarolar bilan gaplashib, uni ham tashlab beraman. Bitta kamazga 7 kishi, 8 kishi 7 tonna, 8 tonna olib ketishyapti. Uni hammasi ro'yxati bor. Har kunligini ro'yxat qilib, pasport danlarigacha yozilgan. Keyin yana savol bo'lyaptiki, hozir ayni damda ko'ryapsizki, havo sifati buzilishi kuzatilyapti-da. Kerak bo'lsa, Toshkent shahar dunyo bo'yicha birinchi o'ringa chiqdi. Kerak bo'lsa, Termiz ham mayli u birinchi, ikkinchi qatorga ko'tarilmasa ham havo
sifati buzilishini ko'ryapmiz o'zimiz ham. Shunga aytishyaptiki, odamlar o'sha narsani bila turib deyapti, nimaga yuk mashinlarni usti yopilmay chiqib ketyapti deyapti. O'sha misol uchun KAMAZni olinyapti, ZILni olinyapti va qolgan mashinlarni olinyapti. Bitta laboni qanaqadir mashina usti yopib chiqib ketdi. Qolganlari hammasi och. Bular borguncha deydi, qancha ko'mirni kuluvchadi deydi. Uni kuli deydi, to'g'ridan to'g'ri o'pkamizga tushadi deydi. Nahotki shuni she'rga deydi, sen mana shuni ustini yopmaguningcha yo ustini yopig'ich mashina bo'lmasa senga mashinangga ko'mir bermaymiz degan talabni qo'ya olasizmi yo'qmi siz? Juda ham o'rinli savol bu ham. Farhod aka, bu narsa albatta bu bizning kamchiligimiz. Buni bartaraf etamiz, lekin hammasiga tayinlab topshiriq berilgan. Ana o'sha kun ko'rgan bo'lsangiz, xalq juda ko'p edi. Qaysini nazorat qila oldik, qaysini nazorat qila olmadik. Bu bizning kamchiligimiz. Buni bartaraf etib, hammasini joy-joyiga qo'yamiz. Keyin mana hozir prezidentimizning farmoni chiqdi, mana shu ekologiyani, atrof muhitni saqlash to'g'risida. Hozir sizlarga ekologiya boshqarmasi yoki xodimlari kelganmi yo'qmi, bu menga noma'lum, lekin o'sha prezidentimiz aytayaptiki, mana shu qurilish maydoni bo'ladimi deyapti, yoki mana shunga o'xshagan obyektlar bo'ladimi deyapti. Mashinalar kelish joyigacha deyapti, yo'li deyapti, yursin deyapti. Keyin deyapti, mashina chiqibguncha deyapti, g'ildiraklarni yuvaydigan deyapti, biron post tashkil qilsin. Shunday. Bu ballonlarni yuvib deyapti, ustini yopib deyapti, tegishida keyin chiqib ketish kerak edi. Mana shunda sizlar ham mana shu amallarni joyiga qilganmisizlar yo'qmi deb savol beraman desam, lekin bu narsalarni men ko'rmadim Salohiddin aka. Bu ham bizda endi mana kamchiligimiz. Buni ham hammasini bartaraf etib, hammasini joy-joyiga qo'yiladigan narsa. Qo'limizdan keladigan ish. Bunday deyishim sababi mana shu sizni yon atrofingizda aholi yashar ekanda. Mana orqada ham domlar turgan ekan, kirolmaymiz deydi-da. Shu ko'mir tushursa deydi, mana shuni tikka shaqa boradi deydi. Shamol yo'nalishi bo'lsa aka deydi. Biz hamma eshigimizni yopib yotamiz deydi. Shu iloji bo'lsa haqiqatan ham prezident farmoniga ham ko'rsatilgan. Mana shunaqa to'kilaydigan yoki tushlaydigan yukchilar atroflar yopiladi Salohiddin. Shunday bir bartaraf qilib aholini ham mana shuna o'rinli e'tirozlarni qabul qilasiz degan umiddamiz. Shu bilan birgalikda kamchiliklarni ham bartaraf qilasiz degan umiddamiz. Bu narsani mana bu железнодорожный vokzal bilan kelishilgan holda mana shu yo'lni atrofida albatta poyezd yo'lni 7 metr u tomongacha, 7 metr bu tomongacha poyezd yo'l bilan kelishilgan holda kim zabor qilsa ham kelishilgan holda bu narsa ko'rilyapti aka. Zabor tutilib hamma tomon yopiladi. Katta rahmat. Mana hurmatli kuzatuvchilar, sizlar nima deb bizga savollar bilan yuzlangan bo'lsalaring, savollaringizga javob oldik degan umiddaman. E'tibor qaratganlar uchun rahmat.